Assalamualaikum, kanalımıza abone olun. Hurmatli yurtdoshlar, zakasni tandir ishki bozlari bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa bizning bugungi manzilimiz Yangari, xudo xolasa Avaz o'tardamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga xudo xolasa shuni zakasni tandir, ya'ni chiroyli tandirning narx-navolarini ko'rsatib o'tamiz. Albatta, xudo xolasa razmerlari, pullari, xudo xolasa necha non sig'adi, necha so'mcha sig'adi, hammasi haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz xudo xolasa. Nelargacha borib dostavkaga ko'rsatadilar xudo xolasa. Hammasi haqida sizlarga shu videomizda yetkazib aniq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Albatta, og'amizning ekranda telefon nomerlari bo'ladi xudo xolasa. Agar lokatsiya bo'lishiga galaman degan bo'lsangizlar, pastda birinchi kommentariyada lokatsiyasini ham tashlab qo'yamiz xudo xolasa. Bizlarga yaqindan yordam beradi, Behruzbek akamiz yordam beradi xudo xolasa. Assalomu alaykum og'a. Assalomu alaykum. Jalomisiz? Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa endi zakasni tandirlar bilan xudo xolasa yurtdoshlarimiz bir qator tanishtirib, razmerlarini nechik, narxlarini nechik, nelargacha qilib dostavka qilib berasiz, zakaslarni necha vaqtda tayyorlab berasiz, shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bo'ldi, ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi navbatdagi tandirimiz 45 lik razmerda tandir oladi. Bochka bo'ladi. Bu yuridan xalan yerine sürüp yuridan tandır oladi. İşte dozu şarabesi, uğurlan, maylangan, 2 yılda bir şılla bu takıp oturulmaydı. Geleversek bu tandırımız 1.200.000 so'mdan, Roza Ramazan ayında 1.100.000 so'mdan qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, Roza Ramazon oyida skidkalarni qilib beradi og'alarimiz. Kelishtirgan narxlarni arzonlashtirib qilib beradilar xudo xolasa. Bunga necha so'mcha sig'adi obunachilarimiz uchun 30-40 so'mcha sig'adi. 3-4 non sig'adi bunda. Endi bemalol buni qolgan joyina qo'yib ko'chirib beraverlar, xudo xolasa. Xalan yerine sürüp olib borib 2 odam ko'tarib ham ketib biladi bu tandirimizni. Uje bu tayyor holati bu. Hurmatli obunachilar, kapkaklar ham bor, tayyor holati bu. Şu duruşunda, şu bezekinde olib borib belladdan bu. Yana shuning ichida xudo xolasa dostavka xizmatlari ham bor. Dostavka xizmatlari ham bor. Yana hurmatli obunachilar, bemalol uyda o'tirgan holda telefon qilasizlar, og'alarimiz yetkazib chiroyli qilib beradilar xudo xolasa. Bir razmerimizga keladigan bo'lsak, 60 lik razmerda bo'ladi. Mana shu do'zi sharabasi maylangan, 2 yilda bir shilab o'taka o'tirmaydi. Mana shu diljaklari bor, xalayindan surab, xalayindan parib, yomg'ir yog'ishganda o'tak turib, navisyani o'tirib, nonni uraveradilar. Monopolna keladigan bo'lsak, 1.600.000 so'mma, Roza Ramazon ayında 1.5 milliondan qilib beramiz. Yana hurmatli obunachilar, teksini 1 millionga qilib beradilar. Shuning ichida dostavka xizmatlari ham bor. Bu ham xudo xolasa tayyor bo'ladi. Nera xolagan joyina qo'yib, xolagan joyina qo'yib qoladi. Buning ichine pishadanda qo'yilgan 100% xumuzda 1200 gradusda garantiyali tandirlar. Necha so'mda sig'adi deyarlar uchun 40-50 so'mcha sig'adi, 6-7 dan sig'adi bunga. Hurmatli obunachilar, yana bemalol ko'rib boraverasizlar. Biz yana 60 lik razmerlik, xalan sivetinde, xalan renginde, aparib beramiz. Renginin farkı yok sivetini. Bu bo'lami bildiyse, mildiyisine keladigan bo'lsak, asinkovoy tovar bo'ladi, yog'ishda, karda churimaydi. Zanglamaydi. Xalan sivetini urib beramiz. Xolagan sivetini bo'yna 60 likdan nechik sivet kerak deydigan bo'lsangiz, hurmatli obunachilar, bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Yana bir yandan ko'rib boraverasizlar. Bir razmerimizga keladigan bo'lsak, 72 razmerda bo'ladi. Bu endi bunga qaraganda katta 70 lik razmerang. 72 razmerda. Gabariti kattaroqdan buni xudo xolasa. İçine ko'p narsa ham ko'p so'm sig'adi bu tandirimizga. Hurmatli obunachilar, bom tayyor bo'ladi, chiroyli bo'lib turibdi. Duzonib turibdi-ku bu. Duzonib turibdi. Hurmatli obunachilar, bemalol olib turib basib beraverasizlar xudo xolasa. Bu tandirimizning narxi 2 milliondan. Roza Ramazon ayında 1.900.000 dan ko'p beramiz bu tandirimizni. Hurmatli obunachilar, 1.900.000 so'm. Gabariti kattaroq variantdan endi bular ko'proq non, ko'proq so'mcha sig'adan og'alarimiz uchun. 70, 80, 90 so'mcha sig'adi, 10-12 dan sig'adi bu tandirimizni. Endi bemalol bu bir rozgani amallaydi ekan, nima shunda? Bu tandirimiz ham shu 70 razmerda. Bular ham shu rengini, lisini farkı yok. İçine keladigan bo'lsak, bonuslar bor. Rapidasi, stek pishiraman desa, tovuq, baliq pishiraman deyarlar uchun setkasi bor. Somsa uchun, somsaladi uni, somsa kiradi uni. Ko'za somsa yeyman deyarlar obunachilar uchun. Kasalar bor. Avvalgi videomizda aksiya qo'shdik-da. Avvalgi videomizda 500 gramlik ko'za qo'shdik. Bu videomizda 3 litrlikdan qo'shib qo'ydik yana, kattasidan. Yangilikni yana qildi xudo xolasa. Bo'lsa xalqa bo'lsin, xalq ajratib, hazat yeb ichsinlar. Yana hurmatli obunachilar, shunda bu narx ichida bo'ladi bu. Bular podarkalar xudo xolasa. Podarka bonuslari. Shu narx ichida boradi. Hurmatli obunachilar, bir tandir zakaz qilasizlar, yana yanında sizlarga qo'shib beradigan podarkalar. Menimcha buning boshqa ichida bo'lmasa kerak. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin, xalqimiz asasin degan og'alarimiz yana bemalol bonuslarni, podarkalarni ko'rib turibsizlar. Yana bular 70 razmerda, bular shu rangini
Mazakasının farkı yok. Şişeli garantiyeli mazaka bulan. Bunun ham kapkokları baradı. kapkokları ham bor, xudo xolasa. Kapkoklarım var, hem narsa içinde. Agar endi qarang ağa, bu sveti menga yoqmadi, boshqa svetdan qilib bering deb zakaz bersalar, shu uslubdan tayyorlab berasizmi? Tayyorlab Hurmatli obunachilar, bemalol zakaz qilaverasizlar. Aynan. Bu tandırımıza geladigan bo'lsa, gold svet. O, aynan oltin svet kerak bo'lgan bo'lsa, obunachilar, aynan chiroyli. Bu tandırımıza geladigan bo'lsa, mazakasi boshqacha, donadon xilindən, sifatli xilindən şişəlib. Bu tandırımızın puluna geladigan bo'lsa, 2 milyon 100 dan, Roza Ramazanında 2 milyondan ko'p beramiz. Aynan, hurmatli obunachilar. Chiroyli, bundan non yapasang ham kelmaydi. Appari bir ko'rgazma ham qo'yib qo'ysang, ko'rib qavasklardan tanir ekan meni. Shu 70 razmerda, shu aytdim-ku. Mazakasini, lisini farkı yok. Bu tandırımızdan şu bonusları şu veceli içinde bak. Şunun içində hurmatli obunachilar bemalol ko'raverasizlar. Podarkalari bor, xudo xolasa. Ava, şu 70 razmerimizde. Bir razmerimizde geladigan bo'lsak, 80lik tandır bo'ladi. Endi bu kattaroq variantlardan hurmatli obunachilar. Varianti 80lik. Bu tandırımıza geladigan bo'lsak, 2 milyon 300 dan koyup beradi. Roza Ramazanında 2 milyon 200 dan koyup beramiz bu tandırımızı. Aynan, hurmatli obunachilar, kerak bo'lsa sizlarga. Aynan. Bu tandırımıza neçe sonda sig'adi degan obunachilarimiz uchun bu tandırımıza 100-120 so'msa sig'adi. Aynan. 13-14 nan sig'adi bu tandırımıza obunachilar. Aynan. Hurmatli obunachilar, kattayi kelaveradi bir yandan. Xohlaganlarni zakaz bersangizlar, xudo xolasa, bemalol zakazlarni olib borib beradilar, xudo xolasa. Bemalol ko'raverasizlar. Bu tandırımıza geladigan bo'lsak, eng katta varianti. Eng katta variant endi bang. 90lik razmer bo'ladi bu tandırımız. 90lik razmer, hurmatli obunachilar, aynan. Buna şu puluna geladigan bo'lsak, 2,5 milyondan ko'p berdik. Roza Ramazanında 2 milyon 400 dan ko'p beramiz 90lik razmerimizni. 2 milyon 400 ming so'm gabariti katta tandir. Menga endi ko'proq sizga kerak ekan, ağa. Aynen. Somsamızdan, nanımızdan ko'proq başlayacak. Aha. Nana geladigan bo'lsak, 140-150 somsa sig'adi. Katta somsadan yo'q, tam somsa yapaman degan obunachilar uchun 170-180 somsadan sig'adi menga. Aynan, hurmatli obunachilar. Nanimizga geladigan bo'lsak, 15-16 nan sig'adi. Kichikroq nanlar bo'ladigan bo'lsa, 17-18 ham sig'ib boradi bu tandırımıza. Aynan, hurmatli obunachilar. Bular ham shu bonuslari hamma narsasi ichida. Bo'lsa, xalqa bo'lsin deysizlar, ağa. Aynan. Xalqa bo'lsin. Ko'rdingizmi? Zo'r narsalar podarkalar bilan bor. Shu pulning ichida bular, hurmatli obunachilar. Endi sizlar o'ylamanglar, menga pul to'layman deb. Yo'q. Sizlar tandir zakaz qilasizlar. Ağalarımız dastavka qilib beradilar. Shuning ichida yana 1 2 3 4 5 почти 6 xil podarkalarni sizlar shunilarni tekin qo'shib beradilar shu pulning ichida. To'g'rimi ağa? Ava, şunun içinde koşup verem. Bu tandırımıza geladigan bo'lsak, abişki üzərimizdə əvvəlki tandırdan boladı. Bu 1300 gradda xumuzda pişən səsinə qaranglar obunachilar. Eshitdingizlarmi? Şu mazaga tandırlar həmməsinin içində şu tandırdan bor, 100% pişən garantiya. Endi gap isbot bilan deyəndə buni ko'rsatamiz, xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Shundan buni ichida shundan qo'yilgan, ha? Bunun içində həmməsi şu 45likdən 90lik razmerdən şu tandırımız var. Həmməsi içində. Ko'raverasizlar bir men. Gerekmidi şu tandırın özü gerekli obunachilar uchun. Tandırımız üzünə aparıb sarıb getib beramiz. 1 milyon 300 dan da qo'yardik. 1 milyon 200 ming so'mdan qo'yib beramiz bu tandırımızı. Endi Xorazm bo'ylab dastavka shuning ichida, xudo xolasa. Xorazm bo'ylab, Qoraqalpoq bo'ylab shu pulning ichida boradi. Hamma tandırımız, kanallar ham. Qolgan viloyatlardan nechta bo'ladi degan obunachilar uchun qolgan viloyatlardan ham chiqarib beramiz, pulini kelishgan narxda. Endi xudo xolasa boshqa viloyatlardan zakaz tushsa, xudo xolasa telefon orqali pulni kelishib, dastavka qilib berasizlar. Pulni gaplashib, olib beraveramiz bu tandırımızdan. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlarmi? Endi tandir yana jarayonlarini bir ko'rsatsak, xudo xolasa xalqimizga. Yana hurmatli obunachilar. Obunachilar yana tandirda yapılıb duran nonlarni bir qator ko'rsatamiz yana. Hurmatli obunachilar, gap isboti degandiyin, inanlarimizni oldik. Yana arkasini ko'rsangizlar. Kesaki, chayasi yo'q. Duzi sharabasi urilganlar ajoyib bo'lib chiqqan inanlarimiz. Chiroyli bo'lib, topilib chiqdi bu yana, hurmatli obunachilar. Bemalol ko'raverasizlar. Og'amizning ekranda pastda nomerlari bo'ladi. Yana chiroyli qilib non yapib yeyman degan og'alarimiz uchun bemalol taklif qilaman. Bemalol kelib zakaz qilsangizlar bo'ladi. Albatta pastda lokatsiya bo'ladi. Lokatsiya orqali kelaman desangizlar, yo'lmasa telefon orqali gaplashib beraman degan bo'lsangizlar, pastda nomerlar bo'ladi. Bemalol taklif qilamiz. Hurmatli obunachilarga gap isboti degan sizlarga loyni tayyorlash usullarini ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Yana Behruzbek aka ma'lumotlarni berib o'ting edi. Ava. Bu loyimizni ezilib tayyorlanish uslubi. Bunda ezilib tayyorlangan keyin bu aparatimiz qarib beradi. Qo'yni yungini, samanni aralashtirib, sifatlatib, garantiyalatib chiqarib beradi bu aparatimiz loyni. Loyni tayyorlab.
Hörmətli obunaçılarımız, indi sizlərə tandırların tayarlanış usullarını göstərib ötəmiz Xuda xalasa. Tandırlarımız tayarlanış zərəyanı bol tutdu. Bu tandırlarımız 80 boladı. 2 faksa minib tayar bol tutdu. Bu şapkada tayarlanıb. Bu tandırlarımız 72 razmerdə. Ondana 72 razmerdə tandırlarımız 3-cü faksası minib tayarlanış zərəyanı bol tutdu. Hörmətli obunaçılar, videomuza bir fark olmasam bir laklarını basıb bərk paramız. Hörmətli obunaçılar, bu tandırlarımız tayar boldu. Bunlar pişiyə tayarlanıb tutdu bu tandırlar. Bu tandırlarımız zakaz plan yasa koyupmuz. Bir oğlu tandır boladı bu tandırlarımız. Bunları indi xumuz adıqamız 1200 gradusda pişib tayarlab verəmiz bu tandırlarımızı. Xumuzdan göstərib ötəmiz. Əgər kimə şunun sifətli, çıdomkar tandırlar gərək olmasa, pəstə ağamızın kanalda telefondan qarba, Instagram kanalının linklərini qoyub ötəmiz. Bemalol alaqaya çıxaracaq Xuda xalasa. Hörmətli obunaçılar, bu xumuzumuz boladı. Tandırlarımızı tayar bolandan keyin şuna dıqıb alamız. 1200 gradusda pişib çıxadı bu bir sutkada. Bu tandırlar pişib çıxandan keyin şu xalata gəladi bu tandırlarımız. Yana sesine karangan mı obunaçılar?